Mavzu: animatsiya va uning grafikadagi o'rni. Animatsiya bu nafaqat san'at, balki grafik dizayn va zamonaviy texnologiyalarning uyg'unlashuvi. Ushbu taqdimotda biz animatsiyaning vizual san'atdagi o'rni va kompyuter grafikasi bilan uzviy bog'liqligini ko'rib chiqamiz. Animatsiya nima? Animatsiya harakatlar illyuziyasini yaratish san'ati. Animatsiya bu statik tasvirlar ketma-ketligini tezkorlik bilan namoyish etish orqali harakat illyuziyasini yaratish jarayonidir. Har bir kadr orasidagi kichik farqlar tomoshabin uchun uzluksiz harakatdek tuyuladi. Statik tasvirlarni jonlantirish. U asosan statik tasvirlarni jonlantirish orqali hikoya aytish va g'oyalarni vizuallashtirish vositasi hisoblanadi. Bu jarayon san'at, texnika va ijodkorlikni birlashtiradi. Keng qo'llanish sohalari. Animatsiya bugungi kunda kino, video, o'yinlar, reklama va hatto arxitektura kabi juda ko'p sohalarda keng qo'llaniladi. Bu vizual kommunikatsiyaning ajralmas qismidir. Quyida animatsiya orqali hosil qilingan videorolikni ko'rishingiz mumkin. Kompyuter grafikasi va animatsiyaning uzviy bog'liqligi. Kompyuter grafikasi bu vizual va geometrik ma'lumotlarni kompyuterda yaratish, o'zgartirish, saqlash va namoyish etish bilan shug'ullanuvchi sohadir. U animatsiya uchun zarur bo'lgan vizual muhitni, modellar va teksturalarni yaratadi. Kompyuter grafikasi modellashtirish, renderlash, teksturalash, vizual ma'lumotlarni yaratish va qayta ishlash texnologiyalari. Animatsiya harakat komponenti. Animatsiya esa kompyuter grafikasi yaratgan obyektlarga harakat berish va ularni vaqt o'qi bo'ylab manipulyatsiya qilish usullarini o'z ichiga oladi. U harakatni ifodalash va sahnalarni dinamik qilishga xizmat qiladi. Grafik animatsiya bu dizayn estetikasi va harakatni uyg'unlashtirib, jozibador va tushunarli vizual natijalarni taqdim etadi. Animatsiyada grafik elementlarning uyg'unligi juda muhimdir. Animatsiyaning 12 asosiy tamoyili. Animatsiyani samarali va ishonarli qilish uchun Disney animatorlari tomonidan ishlab chiqilgan ushbu tamoyillar har qanday animator uchun fundamental hisoblanadi. Obyektning harakat yoki tasvir asosida hajmini saqlagan holda shaklini o'zgartirish. Vaqt va interval, harakatning tezligi va qaysi kadrda qanday joylashishini aniqlash bu harakatning og'irligi va hissini beradi. Kutish asosiy harakatdan oldin beriladigan kichik harakat. Bu tomoshabinni keyingi harakatga tayyorlaydi. Harakatning ishonchliligi, harakatning tabiiyligini ta'minlash va tomoshabin ishonchini qozonish uchun barcha tamoyillarga rioya qilish. Animatsiya turlari va zamonaviy texnologiyalar. Hali ham san'at maktablari va ba'zi loyihalarda an'anaviy 2D animatsiyadan qo'llaniladi. Har bir kadr qo'lda chizilgan yoki raqamli vositalarda yaratilgan tekst tasvirlardan iborat bo'ladi. 3D modellashtirish va raqamli animatsiya esa zamonaviy kino va video o'yinlarining asosidir. 3D Max
Maya kabi dasturlar yordamida chuqurlik, hajm va fotorealizmga erishiladi. Grafik animator Grafik animator bu nafaqat chizuvchi, balki harakat rassomi va hikoyachidir. Uning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat: animatsion kadrlarni yaratish, texnik bilimlarga egalik qilish, hikoyani vizual ifodalash. Ta'lim jarayonida animatsiya va grafikadan foydalanish, interaktivlik, o'quvchilarning ishtirokini oshirish, vizuallashtirish, murakkab tushunchalarni animatsiya bilan yoritish, motivatsiya, qiziqish, doimiy o'rganishni rag'batlantirish. Animatsiya va kompyuter grafikasi o'quv materialini tushunarli va qiziqarli qilishda beqiyosdir. Animatsiya va grafikani o'rganish yo'llari. Animator yoki grafik mutaxassis bo'lish uchun qat'iyat va doimiy amaliyot talab. O'rganish uchun bir necha samarali yo'llar mavjud: onlayn kurslar va darsliklar, kreativlik va texnik ko'nikmalar, amaliy dasturlar bilan ishlash.